Bismillahirrahmanirrahim. 22 dekabr haftani dushanba kuni. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatayotgan Chorva Toshkent YouTube, Instagram kanalimiz a'zolari. O'rtoqlar, biza Toshkent shahar Qoraqamishga har doimgidek shu to'lagan do'stimizni xonadonidan sizlarga puli yengil naslli g'unajilarni chiqarib berish uchun kelganmiz. Do'stimiz o'zi shu yerda jangda. Qala ishlar, charchab qolmaysan? Ishlayaptim. Rahmat. O'rtoqlar, bir 3-4 kunlardan keyin mikrofonimizni ishlataman. Oldingi syomkada mana shu syomkaga yozimabdi, tushib qopti. Ozgina to'g'irlab oladigan joyi bor. Shu ovozimiz juda zo'r, agar yetib bormayotgan bo'lsa, amallab qo'llagancha sizlarga video obzorini chiqarib beramiz. Xullas, nechta do'stim? 4 ta bugunga oldingi mollarni topshirdingiz. Egalari xursand. Xudo xolisa. O'rtoqlar, mashtan xudo xolisa zo'r naslli, sifatli mollarni chiqarishi har doim yil 12 oy davom ettiramiz o'rtoqlar. Mana hozir nechta parta mashtan mol chiqargan bo'lsak, hammasini olgan odamlar olib baraka topyapti. Do'stimiz yaxshi sifatli mollarni olib kelyapti. Xo'p, do'stim, mana buni gibridni ko'rsatib beraylik chiroyli qilib. Pullari yengilmi? Hozir do'stim hamma yoqda bilasan, savdolar unaqa chop emas. Uni bekitadigan joyi yo'q. Uje ham yangi yil arafasi narxlar ancha qaytib qolgan. Narxlarni chiroyli qilib qo'y. Sandan olgan odam ham baraka topsin. Mana yurg'izib, yaxshilab ko'rsatib berganimiz yaxshi mollarni o'rtoqlar. Gibridchamiz. Ana. Bo'ladi do'stim. Quyoshda yaxshi ko'rinadi mol. Qani? Mana o'rtoqlar, kallalarga bitta ahamiyat berasizlar. Shoxini qani ko'rsatchi? To'qoldi. To'qolmi? Ha, to'qol. O'rtoqlar, gibridga bitta ahamiyat berasizlar, kallalariga. Bu o'sha o'zimizni mesniy, o'sha rossiyskiy sigirlarga semental gibrid bo'lgan. Mana shunaqa tug'ilgan. Endi ota-onalarni bu o'zi aniq ko'rmagan. Endi, naprimер, shunaqa narsa-da, to'g'rimi? Oyoqlarini baquvvatligiga bitta ahamiyat berasizlar. Ham yo'g'onligini qaranglar oyoqni. Mana. Gibrid bo'lgan bilan hammasi ham toza bo'lmaydi o'rtoqlar. Bo'yinlarni qaranglar. Mana jonivor. Yedish salomatliklar qanaqa do'stim? Yaxshi? Ha. Qani? Orqa korobkalarni bitta ko'rsatamiz. Yelillarni ham bitta ko'rsataylik qani do'stim? Qanicha? O, yelillar ham hamma narsa joyida. Bu yoq tomondan ham bitta ko'rsatib beramiz. Qani? Mana o'rtoqlar. Bo'yini necha qo'yamiz do'stim? 1.10 1.10 plus, ha? 1.10 1.15 atrofidagi gibrid g'unajinimiz o'rtoqlar. Olib tashab qo'yishlik uchun buni yaxshi variantida. Necha pullar qo'yamiz do'stim bunga? Bunga 14.5 narx qo'yamiz. 14.5? O'rtoqlar, ma'lumot o'rnida aytib ketaman, bu yerdan faqat dehqonlar emas, tirikchilikdagi akalarimiz ham juda ham ko'pchilik akalarimiz olib foydalanishyapti. Endi iminni kimligini aytmaymiz. Samarqanddan, Bekobod, Vodiydan bizani sotayotgan mollarimiz, syomkalarni ko'ryapmiz, YouTube'ga ham chiqyapti. To'g'rimi do'stim? YouTube'ga olib borib, endi hammani o'zini nasibasi. Bu mollarni olib borib tirikchilik qilsanglar ham bo'ladi. Bu do'stimiz shunaqa narsa olib keladi, bir ikki so'm o'zini pulini qo'yadi, ozgina ilinsiz sotiladi. Lekin juda ko'pchilik tirikchilikdagi akalarimiz, men to'g'risini aytaman, yolg'on narsa yo'q. Mana shu og'aynimizdan endi hammasini ham deyaolmayman-ku, hisobiga to'g'ri kelganini olib borib tirikchilik qilishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Mana 14.5 million kami bor, yurg'iz do'stim. Buni bu yerda 1 oy 2 oylar ushlab turgani foydasi yo'q. Bu sotadi, o'rniga ko'ra yangi partiyalar olib kelib chiqaraveradi. Olgan odam maza qilsin mana. 14.5 million so'm. Mana jonivor. Bo'ladi do'stim, boyla. Mana yoqqa boylayqo. Narigilarni ko'rsatishingga ham yaxshi. Yedish salomatliklari yaxshi. Oy, kindilari ham zo'r ekan buni. Qani? Ha, kindilarni qaranglar. Mana. Oyoqlar, kalta tuyoqlari ham. Bemalol kelib yedish salomatliklarini ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Onlayn savdo bor bemalol. Narigilarni ham yechib ko'rsatadi, ungacha mashina ko'rsatib turasizlarga. Mana, akalar. 14 million 500 ming so'm. Narxlar yoqayotgan bo'lsa, xo'p, kommentariyada fikringizni qoldirib, bittadan like bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Bizani yangi kuzatayotgan obunachilar bo'lsa, mana shunaqa yaxshi rossiyskiy g'unajilarni sizlarga chiqarib boramiz. Podpiska qilib qo'yishingizni esdan chiqarmanglar. Yurg'iz zo'r do'stim. Yurg'iz. Mashinadan qo'rqyapti bu, yur.
Bo'l. Bu yoqqa yurg'iz do'stim. Mana jonivor. Mana jonivor. Hop, bu tomondan quyosh tushib qoladi do'stim. Bu tomondan ko'rsatamiz. Bu yoqqa aylanvor. Ha? Bo'ladi do'stim. To'xtat. Gap yo'q. Tormoz yo'g'idan. Bez tormoz variantidan o'rtoqlar mana. Buni ham bo'yinlariga bitta ahamiyat beringlar. Bo'yinlari juda yo'g'on ekan. Mana qaranglar, yelkani. Ikkita yelka bo'yindor narsa. Orqa bo'ksalar, orqa tomondan yellarni qani ko'rsata olarmikanmiz? Qani? Bo'ldi, amalladik. Bo'ladi. Do'stim, bu yoqqa yurg'iz. Bu yoqqa. Aha. 7 ish salomatliklari. Qanaqa muammo yo'q? Yo'q, muammo yo'q. Bo'yini necha qo'yamiz? 1.15 plus qo'yib. 1.15 plus qo'yamiz, a? Bemalol chiqadi. 1.15 plus. Bu şey endi o'zimizni shu mestisikilar bolalarda, shu Toshkentda eskidan boqadigan mollar bolalar, u privoznoy o'tdan kelgan, unaqa narsa yo'q. Kallalariga ahamiyat beramiz. Mana qaranglar. Tete ekan lekin. Bu oyoqlarga ham ahamiyat berasizlar. Jonivor. Hop, nech pullar qo'yamiz do'stim? 16 million kami bor. 16 million? Kami bor. Kami bor, a? Kami so'rab o'tadi. Aha. Aholi 7 ishchilari hammasi yo'q. 7 ishchi hech qanaqa muammo yo'q. Muammo yo'q. Hop. Yana ham pulni kelishtirsak bo'ladimi do'stim? 5,5 bersa bo'ladi. Menga qara. Sen yarimta bola emas, sen butun bolasan. 15 million so'm qo'yaylik shuni. Nima deysan? Mayli, azizgina kam bor. Kamini qilib berasan. Endi do'stim aytaman, mana hozirgi kundagi savdolarni hisobga olib, chiroyli qilib ber, sendan olgan odam ham ertaga baraka topsin. 15 million so'm kami bor-a? Bo'ldi, mana. Dastavkalarni ham aytib o'tib ketur, do'stim. Dastavkalarni kelishib qo'ymizda, biroq. Aha. Atrofda bo'lsa qilaveryapmiz. Shu atroflarga bo'lsa qilib berilyapti. Viloyatlarga kelishilgan holda. Yo'q, kelishib. Bo'ldi. Tezlatur do'stim, narigini ham yechur. 15 million so'm kami bor do'stim, o'rtoqlar mana. Kallalarga ahamiyat berasizlar. Orqa tomonlari. Mana. Bunisi 14,5 million so'm. Bunisi 15 million so'm. Eshitdingmi do'stim? Ketdi. Yurg'iz. Voy jonivor. Ola qorasidan. Buni yelillari ham juda chiroyli ekan lekin. Yurg'iz. Ham mashinamni bekor bo'tga qo'yinman-da, mashinadan ozgina qo'rqyapti. Bo'ldi, olib kelver do'stim. Yurg'iz. Hop. Mashinani sal noto'g'ri qo'yibmiz-da, mayli, chiqsa yo'q. Hop. Bu yoqqa yurg'iz do'stim. Yaxshi ko'rinmayapti-ku. Aha. Bo'ladi. Qotir shu. Bo'ldi. Hop. Buni bo'ylarini necha qo'yamiz endi? 1.20? 1.20 lik boqma xunajinimiz. Necha oyliklar endi ular taxminan hozir? 9 oylik atrofida, deydi. 9 oylik nari bersizda. Bahorlarga chiqib sekin ketma-ket qochurchi. Buni onasini ko'rganmisan o'zing? Onasi 6 oylik bo'g'oz ekan. Onasi 6 oylik bo'g'oz ekan. 6 oylik bo'g'oz. Aha. 8-9 oylik deb aytishdi egalari. Aha. Onasi qanaqa, yaxshimi? Onasi rossiyskiy. Aha. 20 ta sut bergan ekan. Hozir 10 sut beryapti deyishdi. Mana o'rtoqlar, buni yelillari ham juda chiroyli ekan. Ushab turgan kaltaroq ehtiyot qilib. Ha, yelillarni qaranglar. Hozir yungdor bo'lib turibdi-da. Qish kunida mollarning yelini ko'rsatib berish qiyin masala. Necha pul qo'yamiz do'stim buni? Opa, ehtiyot bo'l. 16,5-17 ming. 16 million kami bor. 16 million Kami bor. kami bor. Telefon qurishadi. Kam ko'stini yana gaplashasizlar. Boyla do'stim. Bu ham to'g'ri. Yillar chiroyli narsa ekan. Hozir boylagandan keyin bitta ko'rsatib beraman. Mana menga o'zi par qilib olsa ham bo'lar ekan-a? Ikkalasini olsa kelishtirib berarsan yana chiroyli qilib. Mana. Qani? Mana yillar. O. Zapaslari zo'r ekan lekin. Bo'l. Keyingisi. Qora mondosidan. O'rtoqlar mana.
Yurg'iz. Mana o'rtoqlar Qora Shahzoda varianti. O'rtoqlar ma'lumot o'rnida men bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu g'unajinni 2 oy oldin men o'zim olganman. Bu g'unajinni men o'zim uyimda ham ko'rgansizlar. 2 oy men uyimda turdi. Buni men Toshkent tumani o'zimiz mahalla shu eski Sho'robol mozori oldida bitta xonadondan olganman. Bu haqiqiy sut yo'nalishini mol o'rtoqlar. Bizi farqi yo'q. Bu yerdan ham uydan ham chiqarilaveradi. Bu g'unaji og'aynimga o'tib ketgan edi. Bu yerda agar mabodo sotildi bo'lmasa uyda turib turaveradi deb shunaqa plan bilan o'zi olib qo'ygan edi. To'g'rimi do'stim? Ha, mabodo hisobga kelsa sotiladi, bo'lmasa sigir qilib mabodo g'unajni qilib yetiltirishga tashab qo'yamiz degan niyatda. Xo'p, olingan edi. Bizda bilasizlar, bor narsani aytib ketiladi. Oldi qochdi narsa yo'q. Og'aynim ham hamma narsaga ham yopishtirmaydi. Shu yaxshi narsa bo'lgani uchun o'zimga ber qovursin deb, va shu do'stim o'ziga qoldirib yuborganmiz. Nimaga deganinglarda mana men yillarni ko'rsanglar, bu savollarga javob bo'ladi. Mana buni qaranglar. So'zkalarni qaranglar. Buni orcha maqtab o'tirmaymiz o'rtoqlar. Men o'zim kichkina buzoqligida olganman. Shu 2 oy meni uyimda turdi. Hozir buni uyda ham bir 10-15 kundan beri boqyapti. Hisobiga kelsa, Xudo xolisa sotiladi. Tavsiya qilaman xullas. Narxini nech pul qo'yamiz do'stim? 16 million kam bor. Bu yoqqa yurg'iz. Hop, bu o'rtoqlar buni oyi hop, taxminan hozir bir 7 oyliklar bo'ldi. Menga kelganida bir 5 oylik buzoq edi. Endi sutdan chiqqan edi. Meni uyimda 2 oy turdi, lekin yomon qattiq edi. Ha? Yaxshi yotdimi? Juda qattiq edi, lekin ishtahasi zo'r. Shu ishtahasi zo'r bo'lgani uchun ham men erinmasdan shu molni 2 oy boqdim. Begona bo'lmasin deb mana og'aynimga nasib qilgan ekan, shuni o'ziga berdim. Bu yoqqa yurg'iz, men mashinani o'tkazib yuboraylik. Pashka boylar 16 million ha? Mana o'rtoqlar olib sigir qilib olishingiz uchun. Mana. O'rtoqlar ma'lumot o'rnida yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Yaqin kunlarda bitta fermada 70 ga yaqin rossiyskiy naslli g'unajillarni telefonga qo'yamiz, xudo xolisa. 70 ga yaqin. Bu yaqin o'rtada unaqa 70 ga yaqin g'unajin YouTube kanallariga qo'yilmagan Toshkentda. 70 ga yaqin, ichida qochib qolganlari ham bor, qochadiganlari ham bor. Xudo xolisa joylaymiz. Kanalni yangi ko'rayotgan o'rtoqlar bo'lsa, podpiska qilib qo'yishingizdan chiqarmanglar. Do'stim, keyingi video qachonga endi? 3-4 kunda. Bu yoqda karantinda mollar bor-a? Bu salomatligini ko'rib, Xudo xolisa. Hop, bularni ham chiroyli qilib yo'lda qilib berasan. Tirikchilikda okalar ham telefon qursini. O'rtoqlar, bunday narsada sizlar agar mana viloyatlardan ko'ryapsizlar, misol bunday aka, mashinani do'shda eshitilmayapti. Viloyatlardan ko'ryapsizlar, misol uchun qatligini qizig'i yo'q. Samarqandmi, Vodiymi, Vohami. Men tirikchilik savdoga bir qism non talab, ozgina qo'yib sotamiz desanglar, bu o'shanga qarab aytadi narxini, to'g'rimi? Sizlarga ham qoladigan bo'ladi, bunga ham foydalanadigan bo'ladi. Lekin mana nechta tirikchilikda odam olgan bo'lsa, hech bir norozigarchilik ish bo'lmadi, ha. Baraka topishib. Tirikchilikka non qoladigan qilib berasan-da. Ha, chiroyli qilib, yo'lda qilib beramiz. Ular ham foydalanadi, biz ham foydalanamiz. Xudo xol, inshaalloh. Mana shu narsalarni ham o'rtoqlar yo'lga qo'yamiz. Mana shu savdogar akalarim, sizlar aytinglar mana. Bizani tarafda mamnaqa razmerdagi yaxshi ketadi. Narxi mamnaqa bo'lsin desanglar, o'shanga qarab ham yig'ib beraverasan-a? Muammo yo'q. Yig'ib beramiz. Ani kunlari 10-15 kun chiqarmadik-ku. O'shanda ham keldi ketdi. Ha, tirikchilik deylar olsa. Aha. Sizlar aytinglar. Men chiqmasdan turib ketdi-da. Ha, misol uchun mana bundan sal kattarog'i kerak. Narxi menimcha bo'lish kerak desanglar, to'rtta qilib turib juplab jo'natilar. Men yedi eshitsa salomatligiga o'rtoqlar bu ikkalamizni bilamiz. Bu bolaga bemalol zaklab tashlaydigan bo'lsanglar, ishonsanglar bo'ladi. Men hammaga ham javob beravermayman. Mana shu og'aynimiz bilan bilamiz. Aha. Yedi eshitlarni tekshirib keyin qo'yasan. Tekshirib keyin chiqaryapmiz. Tushunarli. Xudo xolisa. Xullas shu endi video davomida ortiqcha gaplar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kerakli ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz endi. Telefon qilib qolgan ma'lumotlarni o'zdan o'rasizlar. Pastda nomerlarni qoldirib ketaman, 99 kodi bilan 365 56 19 telefoniga aloqaga chiqsanglar, qolgan ma'lumotlarni beradi do'stimiz, ha? Bo'ldi bugungi. Xudo xolisa salomat bo'linglar. Bittadan like bosib,
Podpiska qo'yib qo'yishingizdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar do'stlar.